qilib artamiz. Ana kulminatsion nuqta. Evet arkadaşlar, yana menman. Bu safar nima qilamiz? Qoshlarimizni mana shu sredstvo bilan осветить qilib. В домашних условиях ichidan mana shunday 2 dona sredstvo chiqadi. Bundan bir qoshiq olib aralashma hosil qilamiz. Hozir aralashtirib kelaman. Şöyle bir karışım hazırladık. Endi buni ko'zimizga emas, qoshimizga bo'yab chiqamiz. Oq qalamda bunday qilib chegaralab olaman. Hozir chegaralab qaytib kelaman. O'zim ham bravist bo'lib ketdim bari. Endi mana shu chegaralangan joydan pastini осветить qilishni boshlaymiz. Kstati, bu kraskani qizlar uzun marketdan yoki O'rikzor bozorlaridan topsangiz bo'ladi. Valbrusdan ham topsanglar bo'ladi. Azondan topsanglar ham bo'ladi. Mana qoshlarimni bo'yab oldim. 20 daqiqa buni kuttiramiz. 20 daqiqadan so'ng artib tashlaymiz. Evet arkadaşlar, 20 minut o'tdi. Men paxtalarni yuvdim, matni disklarni endi. Qizim. Evet arkadaşlar, mana uy sharoitida qoshlarni o'zingizlar mana shunday qilib осветить qilib olsanglar bo'ladi. Bu qizarganlari ketadi. Ko'rdinglar? Вот и все, ребята. Видео foydali bo'lgan bo'lsa, like, shunday bosib o'tib ketinglar. Всем люблю. Всем пока.